Semental toza 100 talisidan yarami akalar. Bittadan like bosib, mana tomosha qiling. Videoni oxirigacha ko'ring. Afsuslanmaysiz. Puliga o'zi molga qaraganda puli yengillarni, arzonlarni 11 million 500 dan boshlab mollar qo'yib qo'ydi. Assalomu alaykum, chorvador akalar, ukalar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib kelayotgan do'st birodarlar. Xudo xolasa akalar, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idamiz. Xudo xolasa bugun xunojin buqa deysizlarmi, 100 ta smetan deysizlarmi, xudo xolasa akalar bugun qo'ldan kelgancha narxlarni yoritib beramiz. Bu akamiz bugun kanalda yangi kanalimizning mehmoni. Assalomu alaykum. Sizingizsiz. Akalar, hammalaringizga assalomu alaykum. Kichkina iltimos, biz mana kanaliga yangiman. Sizlar ham yangi bo'lsalaring, menga obuna bo'lib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanal rivoji uchun, o'zlaring uchun ham kerak bo'ladi akalar. Olganda, sotganda mana molni shuni solishtirib sotaverasiz, olaverasiz, aldanib qolmaysiz aka, eng muhimi. Xudo xolasa aka, elda arzon bo'ladi, xudo Xudo xolasa. xolasa, elda arzon, qulay, xohlagan assortimentdan bor. Xudo xolasa akalar. Mana shu kichkina tarafidan boshlaymiz. Puli yengillardan aka. Puli yengilidan. Puli yengil olsin, lekin oyoq qo'l baquvvatlardan, sifatlisidan bo'lsin deganlar Puli uchun. yengil, besi yengil, lekin o'zini zoti yaxshi. Yo'shoyligi qanaqa ekan buni? Yo'shoyligi 1,5 oylikka olishsin. 1,5 oylik atrofida, ha? Ha. Xudo xolasa. Mana 81 ekan. 81. 80 ga olishsin. Tech ko'rsatmasmi aka shuni? Mana shu toza gibrid varianti. To'qol ekan shekilli bu, ha, zavodskoy. Ha. Agar zavodskoy gibrid to'qoldan kerakmidi? Mana Shvedga gibrid, mana qara. Nima deyapti? Sifatlariga, akalar, oyoq qo'llariga berasizlar. Orqa oldi. Bo'ladigan bu qancha ekan aka bu, xudo Va xolasa. ertaga kelajagi bor. Uyingizda katta bo'lib, mana akalarida bo'lganda o yaxshi buqa bo'ladi-da. Ko'rib dam olishaveradi, xudo Bir xolasa. tarafingizni ko'tarib boradigan buqa bo'ladi kamida. Shunaqa ekan. Mana uni 12 demaymiz. Xo'p. Bu akalar bittadan like bosib tursin, 11 million 500 ming so'mga xayr kamini qilib beramiz. 11 million 500 ming so'mga Chiroyli xayr kami bor. dastavkalar qanaqa bo'ladi ekan? Vodiy bo'ylab dastavka. Besplatmi? Besplatni yetib boradi. Nima yo'g'iga kelishamiz, ha? Ha, tog'dagi bo'lsa kelishamiz. Xudo xolasa akalar. Bu ham buqacha aka? Bular buqacha, hammasi. Hammasi buqacha akalar. 1 ekan. 91 bo'yladi. Buni kalla boshlariga. 90 plusdan olasan. Mana shu kichkina iltimos sizda mana shu kallalarni hammasini bir ko'rsatib qo'ysang. Aka nechtasini bitta qo'yamiz? Mana shu 3 tanesini qo'yamiz haligi. Buni Akalar iltimos qilyapti-da. kalla boshlarini oq tumshuqlardan kerakmiz mana shunaqa. Mana toza shved deganlarga. Hammasi bo'ladigan buqachalar ekan aka. Bo'ladigan kelajagi bor. Mana orqa boshlariga bir qator ahamiyat berasizlar. Mana yosh o'yligini ham ko'ring aka. Hammasi yoshda. Hammasi bo'ladigan buqachalar ekan akalar. Rasa borsa. Mazaqi buqachalar xudo xolasa. Mana shu bittachasini chekkidan mana shu. Juda bo'ladigan narsa ekan shu. Hammasi zo'r endi. Hammasi hech kim isbot qilib bo'lmaydi. Ha, mana yo'lda ketayotgan akalar bittadan like deb bosib. Shuni telefon qilsin, ishlarni bitiramiz. Mana orqalarini ko'ring. Ya mana shved ko'ring akalar, mahnaqasidan kerak bo'ladigan shved sizdan. Shved deganlarga oq quloq, oq tumshuq. Mana Shu haqiqiy originaldan mana yurakchasi ham bor. Mana akalar. Shuni telefon qilsin, ishlari bitadi. Oyoq qo'llar, iliklari to'la baquvvat ekan aka. Iligi to'lgan variantidan. Bunga Uchtasini bitta aytamizmi? uchtasini bitta aytamiz. Yo'shoyligini bir so'rab qo'yaylikchi. Yo'shoyligi 3 oylik atrofida. 3 oylik plus bo'lsa akalar. Plus minusi bor endi buni toshla anaga temasida turmaganmiz. Biz ham o'sha sotgan egalarning lavziga ishonib aytamiz. Qulgani tepasi bo'linmagan aka, xudo xolasa. Mana o'zimizni molimiz bolasi bo'lsa, mana undaqa deb aytib ketaveramiz. Mana uni 15 yo'q. Uchovini bir yerga aytasizmi hozir? 14 million 500 ming so'mni xayr kamini qilib beraman. O'zlariga o'tib berasiz aka, telefon qilsin. Qarang. Mana uni uchalasini bir joyga oldim deysiz. 14 million so'mdan xayr kamini qilib beraman. 14 biriga tortdim deysiz. Tortdim desa, akalar, kalla olaman desa 14,5 dan olasiz. Icha plus, 14,5 demang, 200 ming 300 ming plusi bo'ladi. Plusi bor, ana qilib beramiz. Akalar, ama bir yerga olib, 14 ga olib qo'yib, maza qilib yoqadigan joydigan akalar. Buni oyoq qo'llari o'ta kelishgan ekan aka, orqa boshlari ham. Hamma yo'g'i kelishgan buni. Mana 96 chiqyapti. 96 bu keyingi buqachamiz. Qarang. Akalar, korpuslarga bir qator ahamiyat berasizlar. Ashetiga e'tibor beringlar, ertaga bir mendan olsalaring ham boshqada olganda ham bu kerak bo'ladi-da akalar. Aka buni kalla boshlariga e'tibor beringlar. Mana shu tosh suyak shu yerdan
bu yo'liga bosatdi. Ha. Bo'lsa. Nimaga akalarimizga bir haligi. Yangi chorvaga kirgan akalarimizni. Kimdan olsa ham baraka topadigan variantdan. Xudo xolasa akalar. Qop-qora bu qora panterazdan ekan, ha? Bir yerda yo'q yo'g'idan. Mana 98 ekan. 95 kilosidan olsin. Yoshlarga aka buni qanaqa ekan? Yoshlarga buni ham 3-4 oylikka beraveramiz. 3 oylikka. Nechtasi? 3tasini bitta aytasizmi? 3tasini bitta aytamiz. Akalar 3tasini bitta aytadilar, xudo xolasa. 15 million so'mdan olsin bir joyga. 15 million so'mdan kamiga herga o'tib berasiz. Her kami bor. Aytgan, hech kim aytganiga sotmagan, ha? Ha, yo'q. Bu masalan mana ular noni aytayotgan narxlar savdo uchun. Savdo uchun. Masalan, savdo sunnat. Uni masalan men aytganimga olib ketishmaydi. Ular aytganga men aniqman. Ammo har doim aytaman, bitta gapim bor. Klient aytganga sotiladi, men aytganga sotilmaydi akalar. Shunaqa. Mana uni qarang. Avvalo Allohning aytgani bo'ladi. Rizq Allohdan. Shu akalar. Mana birinchisi qarang. Mana ikkinchisi. Mana uchinchisi. Uchtasi rosa bir yerga maza qilib boqaman degan akalarimiz uchun. Birinchisi. Mana 5-chi. 5ta. Mana 6-chi. 6ta. Mana 7ta. Qarang. Hammasi buqacha bo'ldi aka. Hammasi buqacha. Hammasi yaxshi. Bitta qo'ra qilib tashlayman degan akalarga qarang. Mana uni eng kichkinasini 11,5 qo'ydik, ha? Ha, 11,5. Ularni 14,5 dan qo'ydik. Maksimal 15 gacha qo'ydikmi? Ha, 15 milliondan. Buni qarang. 14 milliondan bir joyga olasiz. 14 millionmi? 14 million. Realmi? Yana xayr kamini qilib beramiz. Akalar 14 million so'mga bir joyga olib turib maza qilib boqgan akalar og'ilni to'ldirib, nechta bo'ldi shuni soni? 7 ta bo'ldi. Birorta suyuq yo'q ichida, xudo xolasa. Hammasi bo'ladigan vaj. Hammasi bo'ladigan kelajagi bor narsalar. Akalar buni kuzgacha sababini qilib boqing. Shu yangi qora trekkerlar bermasa hisob emas. Xudo xolasa akalar. Inshaalloh. Endi akalar mana shu mol sultoni mana ko'ring. Akalar olib, bunga 100% garantiya beraman sementalligiga. 100% garantiya berasiz. 100% ota-onasi hamma zoti kelib chiqishi. Dokumentalni semental. Anaqa original pushtumshidan akalar oyoq qo'li iliklari to'lgan variantdan ekan. Uni 4 oylik bu. 4 oylik. Bittanda aylantirib Shoxi ko'rsating. ham kuydirilgan. Bo'ladigan narsa ekan aka bu, ha? Bo'ladigan zot toza narsa. Bo'ladigan zotiga ham, qoniga ham bu yerga javob berasiz, ha? Bu yerda tekshirib olishaversin. Javob. Xudo xolasa uyaltirmaydi. 100% sementandan kerakmi akalar? Avstraliyskiy semental. Mana uni qarang. Yosh oyligi qanaqa? 35 demaymiz. Yosh oyligi 4 oylik. 4 oylik. Ha. Ya buni ko'z oq kipriklari shunaqa originaldan bo'lsa endi mana shunaqa bo'ladi aka 100 ha? Agalar mana uni 35 demaymiz. Hop. 33 millionga chiroyli xayr kamini qilib beraman. 33 million so'mga akalar chiroyli kamiga xayrga o'tib beriladi. Telefonda qanaqa ko'ryapti bilmadim akalar. O'ta to'lishgan baquvvat sementan 100 talisi ekan akalar. Agalar mabodo haligi qilsa vaqtlaring bo'lsa, lokatsiya tashab beraman. Tepasiga Kelaman degan akalarga behijolat tepasida ko'rishaversin. akalar tepasiga kelib ko'rib olsalaring, shunga yetmaydilar. Oyoq qo'li to'lgan holatda ekan. Endi bunisi o'ta o'zga dunyo. Salkam paltirash kerak, ha? Turuv 8 ekan. Turuv 8 buni bo'ynilariga akalar, kalla o'shlarga ahamiyat beringlar. Mana 5 oylik buzov. Telefonga sig'mayapti akalar, buni kattaligini ko'ringlar. Qarang. Bitta echasizmi aka buni ham? Yechamiz. O'ta baquvvat ekan aka bu ham. Hali bunda moling bormi desa, bor degan. Qo'rqmasdan holim bor uradigan. Bitta odam bilan kirib, qani moling desa, deb ko'rsatganingizda ko'kragingizni kerib ko'rsatadigan molda. O'ta baquvvat ekan aka, buni baqa qismlariga akalar, orqa bosh oyoqlariga e'tibor berasizlar. Borgan bunga. Katta molni videoni urib bergan ekan buni. Yurishlarga qaranglar, savlatlarini. O'ta baquvvat narsa ekan. Ishdan charchab keldingizmi? Mana shuna kirib, og'il 15 minut kirsangiz, miyangizga dam beradigan bu qadar. Dam beradi akalar, o'ta baquvvat narsa ekan. Bu ham molni hali qiziqqan odamga. Bu qarang, bala yaltirayotibdi. Bilganga akalar, mana shunaqa sifatlisidan kerakmidi? Oyoq qo'li ko'rsan baquvvatidan. Men sizni kanalingizga yangiman. Kanalda o'zi ham yangi ekan. Ha, kanalda o'zi ham yangi, kanalda rivoj yutgan. Har doim men 10 ta bo'lsa ham, anaga bo'lsa ham, 5 ta bo'lsa ham, 4 ta bo'lsa ham bittani o'zini puliga qo'yaman deb labis qilganman-da. Aka o'sha gap. 100 so'm halol bo'lsa harom ha? Harom. Aka, barakasi 22 million so'm bo'lgan. 22 million so'mga o'zingiz olgansiz. Baraka qilib olganman, 1 so'm pul beraman.
Ama o'zlari olib ketib olishadi, dastlabkasi o'zlari. Sirtka so'zlardan akalar. Ammo Olsin, baraka topadigan narsa. akalar labizga yashanglar. Ya bizga ishoninglar akalar. Buni aldab, buni unga qo'shib, bunaqa narsa kerak emas. Tepada Alloh ko'rib turibdi. Rizq Allohdan. Men haliga narx sindiraman, yoraman demayman. Akalar, rizq Allohdan. Buni imkon qadar qo'ldan kelgancha chiroyli Qo'ying, sekin. Endi mana aytib, O'zini puliga bo'lyapti akalar. Ikkita xunojinimiz bor ekan. mana shu xunojinlarimizni qo'yib beramiz. Mana kimdir shuni ham semental deb sotyapti, lekin Sotayotganlar bor ekan, yo'q emas. mana 88 ekan. 88 bo'ylari. Mana 9 million 500 ming so'mga xayr kamini qilib beraman. Kamiga xayriga o'tib berasiz ekan, xudo xolasa. Ikkita xunojinimiz ekan. Ikkita xunojinamiz bor. Endi bu Bu bo'yi 1.5 ekan, hozir chiqaraman aka, ko'rasiz. 1.5 ekan akalar. Mana joyimiz to'g'ri uchun mana Xudo xolasa endi sekin-sekin kengaytiramiz akalar. xohlasa mana shved degan akalar. Oq tumshug'idan kerakmiz akalar. Tumshug'idan Oyoq kerak, qo'li uzun-uzun. Sigir qilib olasizmi? Mana oling, baraka topasiz. Xudo xolasa akalar, oyoq qo'li uzun-uzun bo'ladigan ekan. Bo'ladigan, kelajak. Yosh oyligi qanaqa ekan buni? Yosh oyligi 4 oy, 5 oylik atrofida-da. Biz to'shni bir haliga qila olmaymiz. To'lgan tepasida bo'linmagan, sredni bir. Mana shoxlari qimillab turibdi, 6 oyda qotadi-da shox. Hali yosh ekan-da, xudo xolasa. O qarang. 11 yo'q. Hop, aka chatilni qilib aytavering-chi. 500 ming so'mga xayr kamini qilib beraman. Ya qo'lni bering, bitta tortishaman. 10 million 300 berishadi. Yo'q, chiroyli o'tib beraman haligilarni. Yo'q, aka, o'zimdanchi. Bo'ldi mana siz. Bo'p bor aka, akalar, xudo xolasa 10 million 300 ming so'mga kamiga xayriga o'tib berishadi. Xayr kami bor, chiroyli qilib o'tib beraman. Akalar, shu bilan videolarimizga yakun yasamaymiz. Xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. O'sha, like bosishni sekin akalar.